O'g'li telefon qiladi, ona, yaxshimisiz, qanaqasiz deb so'rasaga, "Voy, mazam yo'q, bilasanmi?" Nima degani bu? Mana shu yerda shuni to'xtating. Hozir men nima dedim? Hozir men nima demoqchiman? Mendan o'g'lim yaxshi bir kayfiyat bilan telefon qildi. "Ona, yaxshimisiz?" dedi. Men nima qildim? Ozgina og'riyotgan boshimni mazam yo'q. O'layotgandek xudiki. To'xtang, siz unaqa darajada mazangiz yo'q emas-ku. Hammasi yaxshi, gaplashing. Yaxshi bolajon, zo'r emas. Nima gap? Tinchlikmi? Tam nima bo'ldi? Yo'q, oyi, shunchaki bir nima. Yo, ozgina shu nimagadir boshim og'riyapti. No, это ничего. Это пройдет. То есть bu menga rahm qil. Meni ozgina поддержка qilinglar. Mana men bechoragina ozgina men uchun qayg'uringlar, ey, xaloyiq. Bola chaqa men uchun qayg'urishni boshlanglar, mana men borman deyish bu. Поэтому ana shunday bo'lmasligi uchun, ana shunaqa jabrdiyda pozitsiyaga tushmasligi uchun silniy bo'linglar, o'zingizlar uchun kuchli, o'zingiz uchun jasur bo'ladi-yu. Chunki jasur odamgina, jasur aynan ichki stерженьda jasurlik bor odamgina har qanday orzusi va har qanday maqsadiga bora oladi. Jabrdiyda o'zini bechora qilib yashaydigan, o'ziga rahm qilib yashaydigan odam hech qachon joyidan qimirla olmaydi. Unga doim kimdir ko'tarib berishi kerak. Uni kimdir olib borib qo'yishi kerak. Uni kimdir davay deb turishi kerak. Davay demasa